Mana so'z isboti bilan aka ko'ryapsiz 10 sm loy bosilgan. Aha, shunaqa. Konteyner materialimizdan yasalgan shu tomimiz. Mana qarang. Ko'rib turganingiz. Hop, endi Alisher aka, buni mabodo aytaylik, qachonlardir buni fasonini o'zgartirmoqchi bo'lsak yoki bo'lmasa tonni almashtirmoqchi bo'lsak, uni qanaqa? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video roligimizda qaranglar, mana 2 qavatli uyni tomini hech qanday yog'ochlarsiz bitirib berayotgan joydan video rolik qilgani biz Andijonning Shahrixoniga kelganmiz. Bu yerda bitirib berayotgan usta akamiz Alisher aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Rahmat. Xo'sh, Alisher aka, videoni boshlaverdik, bo'lmasa xudo xolasa. Bular necha puldan tushyapti? Hammasini xudo xolasa batafsil gaplashib o'tiramiz. Albatta aka. Tayyormisiz? Albatta. Xo'sh, qarang. Endi bular hozirgi kunda necha puldan tushyapti kvadrat? Assalomu alaykum. Avvalambor bizni kuzatib turuvchi obunachilar. Mana xudo xolasa Sharxon tumanida navbatdagi obyektimiz qurib bitkizilyapti. Bu eniga 22 metr, uzunasi 24 metr bo'lgan obyektimiz. Katta ish forma fasonida yopilyapti bu. Oldida 3 ta erkiraligi bor, erkira bor. Xuddi shunaqa fasonlarda 170 mingdan 250 ming so'mgacha yopib o'rnatib beramiz. 170 mingdan 250 ming so'mgacha. Ko'rayotganingizdek tunikasi, barcha metali, kerak bo'lsa elektrotigacha o'zimiz olib borib, qurib yetkazib, o'rnatib beramiz. Ha, xullas bitta telefon qilishadi. Albatta. Bo'ldi, hech qanday ovoragarchiliksiz. O'sha boshida bitta telefon, oxirida bitta pul sanab berishsa bo'ldi. Ko'p savollar bo'ladi-da aka. Ochiqqanda ham ko'rsatamiz. Mana biz ishlatiladigan detalimiz. Bu har xil detal bo'ladi-da, ko'ryapsiz-a? Bu detalda qalinligi 2 bo'ladi. Eng kami 2 stena bo'ladi, 1.8 stena bo'ladi. Biz 2 stenadan ishlatamiz. Bu har xil bo'ladi. Bu undan ko'ra kattarog'i. Ikkitasini bitta qilamiz. Mana bu juda ham qalin narsa bo'ladi. Ko'rayotganingizdek. Pishiq bo'ladi. Profil holatiga keladi. Ko'rayotganingizdek mana 2 stenamiz. Hop. Buni aka bitta korobkani o'zi 2 metr masofani kerak bo'lsa 2 tonna yukni ko'tarib beradi. Bitta korobkamiz o'zi. Dangaliya 2 tonna yukni ko'taraveradi. Ko'tarib beradi. Ko'p hozir ko'p savollar bo'ladi-da aka. Bu yukni ko'taradimi? Qanaqa bo'ladi? Loy bossa ko'taradimi dedi. Mana guvohi bo'linglar o'zlaringiz. Bu yerga o'sha loy ham bosilgan. Loy bosib tayyor, xudo xolasa tunikani qatirish jarayoni bo'lyapti. Loy tashab yuborganda mana shu tashab yuborgan bo'ladi. Qarang, to'xtab turing. Hozir bu yerda demak to'sin ham ishlatilmagan. To'sin hech narsa ishlatilmagan. To'sini tepadagi starapilasi, uni tepasidagi rekasigacha o'zimizdan bo'ladi. Uydagilarni muammo qilib, bosh og'riq bo'lib, unga yugur, bunga yugur, unaqa narsa bo'lmaydi. Bizga shu obyektni bitirish kerak deyiladi. Xudo xolasa borib bitkizib beramiz. Rostdan ham qaranglar. To'sinni bu yerga ishlatishmagan. Endi mayli, vassallikka yog'och ishlatib xolos, lekin to'sinni o'rniga ham mana shu metall konstruksiyadan foydalanib bekitib berishyapti ekan. Hop, omad zo'r. Hozir tepalar tomiga ham chiqib ko'rsatamiz. Mana o'sha loylarni ham bosibman, ko'rinib turibdi. Alisher aka, tepaga chiqaylikchi bo'lmasa. Aka, e'tibor bering, mana tagidan aytib qo'yay. Bu yetimiz narvonli bo'lmagan. Hop. Narvonsiz holatda, narvonsiz holatda shu joyda ko'tarib turibdi. Yashaydigan uy bu. Haqiqatda. Bu navez boshqa narsa emas, uy. Odam yashaydi bu yerda. Agar narvonli bo'ladigan bo'lsa, aka ko'ryapsiz-da, 5-6 metr obyektlarga mana. Bu bilan buni orasi 5 metr bo'ladigan bo'lsa, buncha obyektga agar narvonli tashlaydigan bo'lsak, 3 tonnani ham ko'tarib beradi. Mana shu yerda o'zi 3 tonnani ham ko'tarib beradi. Demak, unda muammosi yo'q. Masalan, men katta yuk, men tomim aytaylik katta yuk yoki bo'lmasa tepasi nima deydi, mansardli qilaman desa ham qilib berilaveradi, muammosi yo'q ekan. Mansardli chertojni bizga agar chertojli bo'lsa, uyda plani bo'ladigan bo'lsa, bizga ko'rsatiladi. Agar kamko'si bo'ladigan bo'lsa, aka bu yertingizni bunaqa fasonda qiling, bunaqa yarashmaydi. Bunaqa qiling deb maslahat beramiz. Nabarot bizni fikrimiz u odamning cho'ntagiga foyda bo'ladi. Arzonroq ham chiqadi. Arzonroq ham chiqadi.
Alisher aka yana bitta narsa tomga chiqishdan oldin hozir mana shu to'sin degan joyiga, to'sin mavzusini yakunlaylik, shu bilan chiqib ketaveramiz. Qarang. Bu yerda hozir masalan yog'ochdan ishlatilganda to'sin nechta tushardi? Qarang, hozir men chamayapman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta to'sin tushar ekan. Ha, 6 ta to'sin tushardi. Masalan, necha metr? 4 metr, 4.30 ligidan deylik, hech yo'q. Hop, o'sha demak bu ham to'sindan arzon tushyapti, ham to'sindan baquvvatroq ham bo'lyapti. To'sindan arzon tushish sababi bor aka. Buning sababi hamma bilsa kerak. Katta masofalarga bizni temirimiz bemalol ko'tarib beraveradi-da. Agar taxtadan tashlaydigan bo'lsa, 12 ga 14 ga 4 lik starapildan tashlagandan ko'ra baquvvatroq tashlash kerak. So 20 ga 8, 20 ga 6 shunaqalar tashlasa ko'tarib beradi-da bu narsa. Agar yog'ochdan bo'lsa, unaqa tashlaydigan bo'lsa, u qimmat bo'lib ketadi temirdan. Yo'q, albatta, temirdan ko'ra hozir bu ancha qulayga tushyapti ekan. Bizniki xalqqa ham ma'qul kelyapti. Yo'q, albatta, bu narsa hurmatli obunachilar, bu narsa o'zi ham ancha ommalashib ketdi. Bu sababi hozirgi kunda endi yog'ochni ham yomonlamaymiz. Biz hech qachon hech narsani yomonlamaganmiz, prosta solishtiramiz xolos. Bizga o'sha iloji boricha ham pishiq ham nima deydi, arzon varianti kerak. Mana shu aynan o'sha arzon tushayotgan variantidan bunda hozir juda ko'p joyda mana shu aynan metall konstruksiyadan foydalanish. Albatta aka, yana aytib o'tamiz, bu taxtadan ko'ra vigidniyroq tushyapti deganimiz sababi taxtani yomonlash emas maqsadimiz. Odamlarga ham qulaylik bo'lyapti-da aka. Nimaga desangiz, bu taxtani olib keladi. Shu taxta ustasini gaplashish kerak ekan, to'g'rimi? Bizda unaqa emas. Bizda binoni obyekti beradi. O'zimiz temir-pemir hamma yo'g'imiz olib kelib bitkizamiz. Usta ham qidirmaydi, o'zimiz yasaymiz. Yo'q, albatta. Hozirgi kunda masalan men o'zimdan qiyos qiladigan bo'lsam, hozirgi kunda odamlarimizda ancha men xursand qilayotgan tomoni meni, ya'ni ma'naviyatimiz ancha kengaygan, o'sha nima deydi, vaqtni qadrlash o'sha ancha rivojlangan. Mana shunaqa vaziyatda bu narsa juda ham qo'l keladi. Nima demoqchimiz? Alisher akaga bitta telefon qilasizlar, o'zi kelib, xudo xolasa tomlarda chiroyli o'sha metall konstruksiya bilan ko'ngildagidek qilib yopib berishadi. Keyin mana u yog'ochni tasha, unga alohida to'singa usta qidir, keyin vassallik qidir, yana bir narsa. Undan ko'ra menimcha shu bitta telefon bilan hamma yo'q hal bo'ladi. Chiqaylik, ko'ramiz. Ketdik. Biz mana tom qismimizga ham chiqib keldik. Bu yerda o'sha mana loy bosilgan holatni ham ko'rsatadigan bo'lsak, qaranglar, loy ham haligi bir yuqa bosilmagan, bu kamida bir 8-10 sm atrofida bosilgan isboti. Demoqchi bo'lganimiz bu har qancha o'sha yukcha ham ko'taraveradigan baquvvat narsa. Mana so'z isboti bilan aka, ko'ryapsiz, 10 sm loy bosilgan. Shunaqa. Konteyner materialimizdan yasalgan shu tomimiz. Mana qarang, ko'rtirganligi. Hop, endi Alisher aka, buni mabodo aytaylik, qachonlardir buni fasonini o'zgartirmoqchi bo'lsak yoki bo'lmasam tonni almashtirmoqchi bo'lsak, uni qanaqa bo'ladi unda? Birinchi o'rinda temirdan отход chiqmaydi aka. Shu buziladi. O'zini temirini qayta ishlash ham qayta ishlab turib firma qilsa bo'laveradi. To'g'ri. Birinchi o'rinda shu. Yutkazilmaydi demoqchiman-da. Bu sohada misol temirdan отход chiqmaydi-da. Loy bosilgan variant aka. Ko'pchilik zakaz qiladi, pena bosadi. Shunga o'xshash narsalar bosadi-da. Eng og'iri bu yerda loyda aka. Bu loyni ko'tardimi, xudo xolasa qolganidan problema qilmasa bo'laveradi. Ko'tarib beradi, xudo xolasa. Mana shunaqa. Xudo xohlasa mana juda chiroyli tarzda chiqyapti. Xo'sh. Mana ko'ryapsizlar aka. To'sinlarni ham o'zimiz qo'yganmiz, firmalarni ham hammasini tepasidan reykasigacha ko'ryapsizlar, reykalarigacha o'zimiz qo'yganmiz. Tunikasigacha qatiryapmiz. Malades. Kraskasini ham qilib beramiz kerak bo'lsa, haligi naveslarga. Endi tomni o'ziga shart emas. Hop, qarab turing Alisher aka. Endi ya'ni kraskasi deganingiz mana nimasigacha qilib beramiz. Albatta. Agar xohlasa. Xohlasa. Bo'ldi. Endi yana bitta narsa, bu hozir necha pullik varianti dedingiz hozir? Bu variantimiz agar vodiyda bo'ladigan bo'lsa 200 ming so'm, 210 ming so'm shunaqa chiqadi. 200 ming so'm kvadratiga. Kvadratiga. Endi borib o'lchamiz 190 ming so'mdan chiqib qolishi ham mumkin. Voha tomonlarda bo'ladigan bo'lsa 220 ming, 230 ming, 250 minggacha 200 ming so'm chiqib qolishi ham mumkin.
holatiga qaraymiz, Aha. chertyojiga qaraymiz. Shakliga qarab turib pul chiqadi bu narsada. Zo'r. Xudo xolasa, mana bu yoqda o'sha deyarli bugun yakunlar ekansizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa, mana shu burchagimiz. Deyarli mana shu burchak qoldi. Ustaga hormang. Charchamayapsizlar? Mana shu joyimiz qoldi xolos. Xudo xolasa o'sha bugun yakunlashadi. Hop. Bo'ldi. Shu bilan Bizda eng kamida ustalarimiz ham, hali maqtash emas, yani aytib o'tishimiz kerak. Eng kami ustalarimiz tajribasi 9 yil, 10 yil. Masalan 15 yil shu atrofida bo'ladi ekan. zo'r. Xudo xolasa. Alisher aka, qayerlargacha? Demak, tushunishim bo'yicha butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston 3 ta davlatga xizmatimiz bor. O'zbekiston va qo'shni davlatlar. Qo'shni Esengi davlatlar. davlatlar xullas. Esengi davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston. O'sh shahrida qilib berdik, yaqinda stadion qilib berdik. 22 ga 40 metr masofamizni. Ha. Qurib bitkizib berdik. Demak, tushunishim bo'yicha uylarda tomidan boshqa har qanday o'sha joyda metall konstruksiya ishlari qilish kerak, ya'ni naves qilish kerak bo'lsa, qanaqadir sklad, angar, любой narsa. Naves, sklad, angar, teplitsagacha, bu yog'i stadiongacha hamma narsasini qurib bitkizamiz. Temir sohasida bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa qilib beramiz. Zo'r. Akalar, hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa, agar mana shunaqa xizmatlarga muhtojlik sezsalaring, Alisher akaga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, o'zlari borib chiroylab bitirib berishadi. Hozirgi kundagi mana ustalarni menga yoqayotgan taraflari siz bilan bizni ovora qilishmayapti. Bitta telefon qilasiz, xudo xolasa o'zlari borib ham yo'qni o'lchab, nima deydi, sizga falondaqa tugab qoldi, olib bering, falondaqa tugab qoldi, yo'q. Bitta telefon qilasiz, o'zlari kelib o'lchab yugur-yugurini xullas o'zlari qilishadi. Siz bitta telefon qilasiz boshida. Obyekt bitgandan keyin oxirida bitta pul to'laysiz, xudo xolasa. Albatta, yana aytib o'tamiz aka. Ish bilan ish farqi borda, boshqa ishlarda yomonlamoqchi emasmiz. Bizga o'xshagan akalarimiz juda ham ko'p ish qiladigan. Bizga telefon qilishadi, bu mancha deyapti-ku, siz qimmat aytyapsiz, bo'lmasa arzon aytyapsiz deydi. Endi ish bilan ish farqi bor ekan. 1-2 so'm qimmat qilamiz, xudo xolasa ishimizga javob beramiz aka. Ko'tarib, kerak bo'lsa bitta firma tayinlaymiz aka. Firmamizga 2 tonnadan 3 tonnadan yuk ilib ko'tarib tekshirib olaveradi. Garantiya javob beramiz. Ishonmagan odamlarga xudo xolasa notariusdan qilib beramiz. Gap so'z yo'q. Aka, zo'r gap bo'ldi. Xudo xolasa biz nomimizda aloqaga chiqishadi. Chiroyli kelishtirib berasiz. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Kanalda mehmon bo'lsalaring, obuna bo'lib, kuzatib tursalang, xudo xolasa iloji boricha foydali videolar chiqarib borishga harakat qilyapmiz. Sog' bo'ling. Xizmatdamiz.